Hech qiziqib ko'rganmisiz? Nimaga byudjet tashkilotlari yoki yirik korxonalar o'zlariga nimadir kerak bo'lsa shunchaki do'konga yoki bozorga borib sotib ola olmaydi? Menimcha hammani shu savol qiziqtirgan. Keling bu haqida bugun gaplashamiz. Buning nomi tender. Bu shunchaki qog'ozbozlik emas. Buning 3 ta muhim sababi bor. Birinchidan, tanish-bilishchilikka chek qo'yish. Agar rahbar xohlagan joyidan sotib olsa, mahsulotni o'zining qarindoshidan 2 barobar qimmatga olishi mumkin. Tender esa hammaga teng imkoniyat beradi. Kim eng yaxshi shartni bersa, o'sha g'olib bo'ladi. Ikkinchisi, siz bilan bizning pulimizni tejash. Ochiq raqobat bor joyda tadbirkorlar narxini tushirishga majbur bo'lishadi. Natijada davlat millionlab, ba'zan milliardlab mablag'ni tejab qoladi. Uchinchisi, bu qopdagi mushukdan himoya. Do'konda sizga eng yomonini pullab yuborishlari mumkin. Lekin tenderda har bir detal yoziladi. Demak, sifat nazorati birinchi o'rinda bo'ladi. Xulosa qilib aytish mumkinki, tender bu bozorda halol raqobat va korrupsiyasiz biznes degani.